bitta mana shunaqa jun qo'yish uchun 1 oy ishlaganman o'zimni mashinamga yoshligimda. Mashinani ko'rib turibsizlar. Vashcha shikalat bo'lib turibdi. Родной rullari matviy bo'lib turibdi. Tab pedallari matviy bo'lib turibdi. Pioner magnitofon ortiqcha narsasi bitta Pioner magnitofon ekan. Eng zo'r tarafi Tremblor Sons Lux konditsioner. Bunaqasini ancha bo'ludi, obzor qilmaganimizga mashina вообще zo'r holatda turibdi. Atiga 85 ming kilometr masofani bosib o'tgan, yili 2005-yil. Menimcha hozirgi kunga bu вообще zo'r. Haqiqiy retro desa ham bo'ladi. Juda ham chiroyli saqlangan mashinani живой ko'rsangiz aniq sevib qolasiz. Narxini $6,900 qo'ygan edik. $6,500 ga tushirdik narxini. Egalari bilan savdolashib yana $400 tushiraldik. 6,500 ga menimcha olib minishga вообще zo'r narx. Buni Nexia'ni bilgan biladi deymiz-ku. Haqiqiy shunaqa mashina bu. Obuna bo'lish, videoga like bosish esdan chiqmasin. Pastdagi raqamlarga telefon qilib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi.